Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugun sizlar bilan yangi mavzuyimiz, ya'ni islomning vujudga kelishi hamda islom ta'limoti asoslari haqida gaplashib o'tamiz. Hop, demak, mavzu mobaynida sizlar bilan aynan johiliya davri haqida, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotlari va dastlabki da'vat bosqichlari haqida, islomning muqaddas manbalari, islom dinining kengayishi, islom aqidalari haqida hamda islom amaliyotidagi eng asosiy 5 asosiy ustunlar haqida hamda axloqiy ta'limotlar, xususan halollik, adolat, sabr, ehson haqida gaplashib o'tamiz. Hop, Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ya'ni asl ismlari Muhammad Ahmad ibn Abdulloh, 570-571 yillarda deyiladi. Ya'ni bu hijriy yil bilan bog'liqki, toki 632 yilgacha yashaganlar. Demak, hayotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, albatta payg'ambarimizni nomlariga har doim bilamizki, sallallohu alayhi vasallam, ya'ni unga Allohning rahmati va salomi bo'lsin nomini qo'shish demak odat tusiga kirgan. Tug'ilmaslaridan avval otalaridan, 6 yoshlarida esa onalaridan yetim bo'lib qolganlaridan keyin toki 8 yoshlarigacha o'sha bobolari Abdumuttalib katta qilgan bo'lsa, undan keyin esa amakilari Abu Tolib qo'lida tarbiya topadilar. 583-yildan boshlab aynan Muhammad payg'ambarimiz Arabiston yarim orolidan tashqari tijorat qilishga ketadilar va o'sha yerda aynan makkalik sharafli bo'lgan boy savdogarlardan hisoblangan, demak, Xadicha binti Xuvaylidning savdo ishlarini yurita boshlaydilar hamda shuni keyin bilamizki, aynan Xadicha onamizga uylanib, ularning 4 qizlari hamda 2 nafar o'g'illari bo'ladi. 2 nafar o'g'illari yoshliklarida vafot etadi. Muhammad payg'ambarimiz demak 40 yoshlarga yetgan paytlarida Makka yaqinidagi o'sha Hiro g'orida ixlos bilan ibodat qilayotgan paytlarida, aynan 610-yilda demak Allohdan Jabroil farishta orqali vahiy kelayotganligi haqida ma'lumot beriladi va shu tariqa qiziq tomoni, aynan payg'ambarimizni o'qishdan va yozishdan umuman xabarlari bo'lmagan, lekin shunday bo'lsa ham u kishiga Qur'on kitobi nozil bo'lganki, mana shu Qur'on kitobi orqali islom dini yoyilishiga sabab bo'ladi. Aynan mana shu johiliya davrida bilamizki, demak 300 ga yaqin o'sha butlarga sig'inish jarayoni bo'layotgan bir paytda hamma o'zicha o'zi xohlagan butiga sig'inardi. Eng qiziq tomoni, ikki kishini buti bir xil bo'lsa ham bir odam ikkinchi odamning butiga sig'inmasdiki, mana shunday bir davr kelayotgan paytda arablar orasida islomni yoyish ham payg'ambarimizga ancha qiyinchilik vujudga keltiradi. Shu nuqtai nazardan aynan payg'ambarimizni demak dastlab Makkada juda ko'p qarshiliklarga duch kelinadi, xususan shu islomga ibodat qilish borasidagi nafaqat payg'ambarimizga, balki u kishining tarafdorlariga ham ko'plab qarshiliklar vujudga kelganligi uchun dastlab Muhammad payg'ambarimiz o'zlarining tarafdorlarini hozirgi Efiopiya davlatiga jo'natib yuboradilar, chunki o'sha paytda o'sha Efiopiya hukmdori musulmonlarni yaxshi qabul qilayotganligi haqidagi xabar keladiki, shuning uchun ularni demak Efiopiyaga jo'natib yuboradilar. Undan keyin esa bilamizki 622-yilda o'zlari ham Makkadan Madinaga hijrat qiladilarki, haqiqatda demak aynan mana shu hijrat natijasida bilamizki, tarixda hijriy yil hisobi ham boshlanadi va u yerda demak payg'ambarimizni haqiqatda juda iliq kutib olinadi va aynan mana shu yerda, garchi demak keyinchalik aynan Makkani egallashga muvaffaq bo'lgan bo'lsalar ham, lekin Madinada o'sha birinchi masjidni bunyod ettirib, islomiy masjid bunyod ettirib, o'sha yerda demak islomga e'tiqod qilish jarayonini vujudga keltiriladi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, albatta 630-yilda Makka shahri fath etilgandan keyin ham payg'ambarimiz umrlarining oxirlarigacha ham aynan mana shu Madinada yashashda davom ettiradilarki, tarixiy nuqtai nazardan agar oladigan bo'lsak, islomning vujudga kelishi haqiqatda arablarni eng birlashtirgan eng yaxshi omil sanaladiki, bu narsa asta-sekinlik bilan demak butun Arabiston yarim oroliga ham borib, butun demak xalifalikka tarqalishiga sabab bo'ladiki, bu narsa aynan payg'ambarimizning o'limlaridan keyin sahobalar davrida ham davom etadiki, qiziq tomonlardan bittasi aynan Qur'on kitobi. Islom so'zining ma'nosi aslida itoat etish degan ma'noni anglatadiki,
Qur'on kitobi payg'ambarimiz davrida demak faqatgina shu payg'ambarimiz va uning sahobalari tomonidan doimiy ravishda yod aytib yurilgan. Chunki boya aytganimizdek payg'ambarimiz o'qishni ham yozishni ham bilmaganlar. Shundan keyin xalifa Usmon davrida demak shunday topshiriq beriladiki, xalifa Abu Bakr davrida mavjud bo'lgan barcha Qur'on qismlari yig'ilsin va aynan payg'ambarimiz bilan birgalikda mana shu kitobni birga olib yurgan shaxslar tomonidan mana shu kitob yagona kitob holiga keltirilsin degan fikr berilgandan keyin bu topshiriq Zayd ibn Sobitga topshiriladi va natijada Zayd ibn Sobit mana shu Qur'on kitobini asl holda yig'ishga harakat qiladi va bu holat demak 650-656 yillarda davom etgandan keyin oxir oqibatda Qur'on kitobi yagona kitob holiga keltiriladi va payg'ambarimiz bilan yurgan barcha sahobalar tomonidan bu kitob demak yana bir marotaba tekshirib chiqiladi. Hech qayerda kamchiligi yo'qmi yoki boshqa narsalar o'tib ketib qolmadimi degan ma'noda tekshiriladiki, haqiqatda u to'liq bo'lgandan keyin 6 nusxada ko'paytirilib dunyoni 6 ta burchagiga jo'natib yuboriladi. Nima deganda asta-sekinlik bilan boshqa dinlar singari islomda mavjud bo'lmagan boshqa g'oyalarni aynan demak islomga tegishli degan ma'noda fikrlar berila boshlangan. Shu nuqtai nazardan Qur'on yagona kitob holiga keltirilgandan keyin Zayd ibn Sobit tomonidan mana shu kitob holicha saqlanadi va bugungi kunga qadar ham demak yagona kitob holida saqlanganligi Qur'on bo'yicha hech qanaqa xato fikrlarni topilolmaganligi hozirgi kunga qadar ham bilamizki, ko'plab olimlar tomonidan bu bo'yicha tadqiqotlar, izlanishlar olib borilgan va kamchilik topishga harakat qilingan. Hattoki oxirgi marta bir olim chumolining sinishi degan terminni topib, sinish termini shishalarga nisbatan ishlatilishi mumkin, lekin chumoli qayriladi, bukiladi kabi noto'g'ri ishlatilgan degan ma'noda xato topdim degan bir fikrni bermoqchi bo'lgan bir paytda tadqiqot olib borib chumoli hujayralari tekshirilgan payt haqiqatda unda xuddi shishasimon hujayra ekanligi, ya'ni sinish mumkinligi narsani ko'rgandan keyin boshqa demak bu narsa haqida izlanish olib bormaslikka va'da beradi. Qur'oni Karim demak 114 ta suradan iborat bo'lib, payg'ambarimizni Makkadagi 13 yillik hamda Madinadagi 13 yillik hayotlari mobaynida nozil bo'lganki, aynan shu nuqtai nazardan Qur'onni tahoratsiz qo'lga olish mumkin emasligi va doimiy ravishda auzubillahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim so'zlari bilan boshlash zarurligi hamda Qur'onni pok joylarda imkon qadar Ka'ba tomonga yuzlanib o'qish zarurligi haqida, Qur'onni eshitmaydigan odamlar orasida uni o'qimasligi kerakligi hamda Qur'onni imkon qadar bexato o'qish kerakligi haqida demak fikrlar bildiriladi. Islom madaniyati albatta rivojlanayotgan bir paytda matematika, astronomiya, tibbiyot, falsafa sohalari ham rivojlanish bilan birgalikda doimiy ravishda aynan Qur'oni Karimda barcha mana shu sohalar haqida, hattoki bugungi kundagi fan va texnologiyalar rivoji haqida ham, tibbiyot bo'yicha ham barcha ma'lumotlar keltirilganligi ta'kidlanadiki, dunyodagi mashhur olimlar tomonidan yangi kashfiyotlar qildik deyilgan paytda ularning ko'pchiligi aynan Qur'onda ham topilganligi demak ko'plab ulamolarda aynan islomni qabul qilishlariga sabab bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop, xalifaliklar davrida albatta islom davlati yanada kengayib boradi va shu nuqtai nazardan siyosiy tuzumlar natijasida hattoki 8-asrga kelgandan keyin Movarounnahr hududiga ham demak Qutayba ibn Muslim boshchiligidagi arablarning kirib kelishi natijasida islom yoyilishiga sabab bo'ladi va natijada bugungi kunda aynan O'zbekistonda ham islom dinini kirib kelishiga eng asosiy sabablardan bittasi mana shu hisoblanadi. Demak, albatta barcha dinlarda bo'lgan singari islomda ham bo'linish mavjud bo'lgan, ya'ni oqimlar mavjudki, bunda sunniy hamda shia oqimlari mavjud. Bunda demak sunniy oqimda Muhammadni payg'ambar deb bilinsa, shia oqimda esa Alini deb payg'ambar sifatida bilinadiki, boshqa jihatlarni oladigan bo'lsa, albatta ba'zi bir tafovutlar mavjud bo'lishi mumkinki, lekin asosiy ibodat qilish usullari yoki Qur'oni Karimga nisbatan ishonch nuqtai nazaridan barchasi bir xil sanaladi. Hattoki aynan payg'ambarimizni faoliyatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsa ham, aynan
demak, u kishini faoliyatlari ham aslida shia oqimida hech qanaqa rad etilmaydigan omil hisoblanadi. Islomni albatta bugungi kunda zamonaviy nuqtai nazardan talqin qiladigan bo'lsa ham, unda hech qanaqa jamiyatni o'zgaruvchan sharoitlariga nisbatan rad etiladigan qoidalar yo'q. Ilm, fan, ma'orifga nisbatan islomda barchasi demak, faol qo'llab-quvvatlanadiki, shu nuqtai nazardan bugungi kunda ham aynan O'zbekistonda ham diniy erkinlikka keng imkoniyat berilgan hamda mana yaqinda Islom sivilizatsiyalar markazini ochilishi ham davlatimiz rahbari tomonidan aynan islom dinini qo'llashga bo'lgan yaqqol bir misollardan biri sifatida e'tirof etishimiz mumkin bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar.